Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Magniy B6 dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Magniy B6 dori vositasi farmakoterapevtik guruhga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra do'stlar, vitamin mineralli dori vosita hisoblanadi. Endi ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak do'stlar, Magniy 5S asabiylik, ta'sirchanlik, kuchsiz xavotirlik, o'tkinchi toliqish yoki uyqu buzilish holatlarida qo'llaniladi. Bundan tashqari Magniy 5S dori vositasi me'da-ichak spazmlari yoki bo'lmasam yurakning tez-tez urishi, ya'ni sog'lom yurakda, ya'ni tez-tez urib ketadigan bo'lsa, yoki mushak tirishishlari, sanchilish hislari yoki epilepsiya xurujidan keyingi holatlarda yoki magniy organizmga yetishmaganda qo'llaniladi. Demak do'stlar, ushbu dori vositani endi qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositani do'stlar qabul qilishdan avval shifokor ko'rigiga borib, sizda qaysi kasallik ekanligini aniqlab, shifokorning ko'rsatmasi va tavsiyasiga asosan retseptiga ko'ra ushbu dori vositani qabul qilishingiz kerak. Demak do'stlar, kattalar kuniga 3 mahal, ya'ni bittadan 3 ta ya'ni tabletka qabul qilish mumkin yoki 2 mahal bittadan tabletka. Demak, maksimal ya'ni qabul qilish ya'ni dozasi do'stlar 4 tagacha bo'ladi. Demak, 6 yoshdan kichkina bo'lgan bolalarga magniy dori vositasini qabul qilish mumkin emas do'stlar. Endi ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, teri reaksiyalari va biroz holsizlik kuzatilishi mumkin va bundan tashqari qon bosimining tushishi kuzatiladi do'stlar. Tushundingizmi? Endi ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, siz ushbu dori vositada, ya'ni dori vositaga nisbatan, ya'ni organizmingizda allergik ya'ni reaksiyangiz bo'lsa, qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, organizmda magniy moddasi ya'ni ko'p bo'lganda yoki 6 yoshdan kichik bo'lgan bolalarga mumkin emas. Undan tashqari, kalsiy, fosfor preparatlari bilan birga qabul qilish, ya'ni bir vaqtda qabul qilish tavsiya etilmaydi. Va emizish davrida va qon bosimi past ya'ni bo'lgan holatlarda va es ketish holatlarida qo'llash tavsiya etilmaydi do'stlar. Demak, yana qo'shimcha ma'lumotlar do'stlar, mana shu Magniy 5S homiladorlik davrida ya'ni qabul qilish mumkin, lekin emizish davrida qabul qilish buyurilmaydi. Demak, Magniy mana shu 5S ni kalsiy va fosfor do'stlar, e'tibor bering, kalsiy bilan bir vaqtda ya'ni qabul qilish mumkin emas. Sababi magniy ichaklarni ya'ni so'rilishi susayib ketadi. Bundan tashqari do'stlar, Magniy 5S magniy tarkibli dori vositalari bilan ya'ni birga qo'llash mumkin emas. Agarda shunday ya'ni bo'ladigan bo'lsa, masalan, magneziya, ya'ni magniy sulfat deydi. Agar ikkalasini ya'ni bir vaqtda ya'ni ishlatadigan bo'lsangiz, organizmingizda qon bosimingiz keskin tushib ketishi mumkin. Tushundingizmi? Demak, ushbu ya'ni dori vosita bilan davolanish davomiyligi 1 oy. Undan keyin esa doktor ya'ni sizga tanaffus beradi, ya'ni ma'lum muddat. Demak, mana shu tanaffusdan keyin yana qabul qilishingiz mumkin. Sababi mana shu tanaffus sizda ya'ni organizmingizdagi o'sha 1 oy davomida qabul qilgan magniylaringizni chiqib ketishiga ya'ni sharoit yaratadi. Agarda siz to'xtamasdan 1 yil davomida yoki 2 oy davomida ichadigan bo'lsangiz, bu sizda og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari do'stlar, mana shu muskullar titrashi ham magniy yetishmovchiligi ya'ni sababi kuzatilishi mumkin. Tushundingizmi do'stlar? Demak, Magniy 5S dori vositasi juda ham ya'ni yaxshi dori vosita. Do'stlar, o'zi shu magniy organizmda kamaysa, bosh og'rig'i, uyqusizlik, ishtaha pasayishi, tomir tortishi va qabziyat va qorinning dam bo'lishi kabi ya'ni holatlar kuzatiladi. Demak, mana shu Magniy 5S dori vositalari do'stlar, spazmolitik ya'ni vosita sifatida ham homiladorlikda buyuriladi. Ya'ni ginekolog ko'pincha ushbu dori vositani yozadi. Bundan tashqari do'stlar, magniy dori vositalari yurak qon tomir tizimiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni tomirlarda qon ivib, ya'ni tromb hosil bo'lishini oldini oladi. Ya'ni ma'lum miqdorda u trombopol yoki unchalik olmaydi ular singari, lekin ma'lum miqdorda oladi. Demak do'stlar, ushbu dori vositali ishlab chiqarilish davlati Fransiya va O'zbekiston. Tushundingizmi? Ushbu dori vositani qo'llashdan avval yana bir bor aytaman, shifokor ko'rsatmasi va ko'rigi asosida, nazorati asosida, tavsiyasi va retsepti asosida qo'llang. Shunday qilib do'stlar, Magniy 5S dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling.